أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Tüm hamdü senalar alemlerin Rabbi Allah kutlu olsun. Yaxşı akıbet, şerler olsun. Salat, selam, aman esenlikler ve kolluklar bu Allah'ın peygamberi ve bizim rehberimiz Muhammed Aleyhisselam ve onun aile tababatına, onun sahabelerine, kıyamet kişi onun yolu bulmalarının kaderli yoldaşları olsun. Esselamu Aleyküm, şerefli Müslümanlar, kaderli kardeşler. Bugünkü sohbetimiz Kadir Suresi hakkında olur. Yani Kadir Gecesi hakkında olur. Rabbimiz bu Kadir Gecesini anlatış için, düşündürüş için məxsus bir sure nazil kılgan. Bu surenin ismi Kadir Suresi. İnna enzalna suresi deb ataydı bizde. Kadir Suresi deb ataydı. Bu sure Mekke'de nazil olgan. Şu Mekke'de Müslümanların en harlatlıklara kıldı. Mekke müşrikleri tarafından azap ukubet aslında kalktırdı aslında. Nim için Mekke'deki Müslümanlar acizdi. Müslümanlar aciz halette vazifesi eğer sefer eğer bardağaya uzak atlar uruk bunda halette Müslümanların kılıslar biz bu haltımızı yine kandak halde kılıyoruz. Kandak maksat yetimizde bir delgınlık payda oldu. Bu açıdan Rabbimiz şu delgınlıkı yok kılış için bu Kadir Suresini nazil kıldı. Yani Rabbimiz bu Kadir Suresini nazil kılış arkalı ey kadirlik Müslümanlar senin gayanı ve kadirlik mukaddes gaye İslam'ın kadirlik insanlar. Sizlerde kadirlik insanların kadirlik gayeye ulaşanlar için sizlerge kadirlik bir yol yoruk gerek. Bu yol yoruk benim Kur'an. Sizler kalbinizge Kur'an'ı nazil kılsanlar. Biz kadir keçiside Kur'an'ı nazil kılgandek sizlermi muhtemelen eğer keçide kalan kildiriğinlerde kalbinizge Kur'an'ı nazil kılsanlar, yüklüsanlar. Sizler kadirlik bulursunlar. O yoldan qaytmay mağalaydigan bulursunlar. Gayeniga yetadigan bulursunlar degan maqsadda bu mesajni berish uchun Rabbimiz bu surada shunday deydi. Bismillahirrohmanirrohim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Bu dünya hayatı hakikat şudur ki biz onu Kadir Gecesi'nde nazil kıldık. Ve ma edrake ma leyletul qadr. Leyletul Qadr'ın nima ekanligini sana nima bildirdi? Hiç ne bildirmedi. Yani bilmeysen insan Kadir Gecesi'nin nimaligini sen bilmeysin. Bunu fakat Allah bildi. Allah bilgendi ki kadirlik bulaydı sen Allah'ın vahiye tabi bol. Allah'ın vahiysiga ergash. Leylatul Qadri hayrun min alfi bo'lsa 1000 aydan yaxshi. 1000 ay degan endi qarindoshlar kelsak 12 oyga bir yilga o'ylab kelsak 83 yani cheket 33 oxirisi tugmaydigan bir davriy kasr bilan tugaydi. 83.33 davriy kasr bilan tugaydi. Davriy kasr degan tugamas abadiyatning ifodasi. Yani bir insanın ömrü 83 yıllık deb faraz qilinsa ki insanların 99% zaten bu 83'ni ütep bulanmay vafat oldu. Mutlak köp sandaki insanlar 83 gibi barmay turib vafat oldu. Yani mutlak köp sandaki insanların ömrü 83 yıldan tüven boğaçka bu Leyletul Qadr Gecesi 83 yıldan yaxşı değil. Yani Leyletul Qadr Gecesini eğer tapalab qalsanglar, Kadir Gecesiga uchrab qolsanglar,
Şu Leyletil Kadri'ge keçisiga uygun kelişinglar 83 yıllık hayat oladi. Nima uchun? Leyletil Kadr bo'lmagan bir 83 yıllık hayat hisoblaydi. Bir insonning bir qirg'an bir odamning umri 83. Bu yerda Leyletil Kadr yo'q. Ammo sizlar shunda bir ibodat qildinglarki, Leyletil Kadr bilan ulasha oldinglar. Bu 83 yillik taxmin xayli. Chunki Leyletil Kadr sizlar tapalagan vaqtinglarda sizlar qadrli qiling. Ne kadarlık bu gece? Tenezzalul melaiketu ve ruhu fiha. Bu gecede bütün melaikeler ve ruh düşüdü. Nereden düşüdü? Öz makamlarından düşüdü. Biizni Rabbihim. Ulanın Rabbinin izni bilen. Allah izni verdi. Ey periştelerim, ey meleklerim, ey ruh. Sizler benim dünyadaki bendelerimden aldığını veringlar. Qanday xizmati bo'lsa qilinglar. Mening bandalarim qadrlansin, sizlar bilan tepishsin. Bandalarimning qadrlik bo'lishiga yordam qilinglar degan mazmunda Alloh butun meleklarga va emr farmon beradi. Hammaylar bu dunyoga insoniyatning oldiga keladi xizmat uchun. Bu uzoqda qolgan dehqonlar nima ish qilishni biladiganlar yuqoridan kadrlar kelib xizmatni qilib bergandek bir ish. Min kulli emr. Bular aş emrning her türlügidan olib keladi. Emr degan aş buyruqqa shu ruhmi, qul ruhu min emri rabbi, min rabbimning emridan degan ruhni. Ruh keladi, bu ruhlar emrning her türlügidan olib keladi. Masalan, meseleler, ailevi meseleler, mahallevi meseleler, milli meseleler, devlet meseleleri, ümmet meseleleri degandek. Yoki bo'lmasa siyosiy meseleler, iqtisodiy meseleler, diplomatik meseleler, o'sha insoniyatningki aloqa jarayonida ehtiyoj bo'lgan nima soha bo'lgan bo'lsa, inson o'sha yashash jarayonida nima sohaga qaysi sohalarda bir narsa ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, shu sohadagi masalalar, emrlar, ruhlar shu perishtalar tarafidan olib kelinadi. Salamun. Bu kecha salomdir. Dur. Aman esenlik. Qazanch ustiga qazanch. Qazanch ustiga qazanch. Hiya hatta bu holat ta fajr tuluq qilgan kadar. Bunda vaqti kelgunga kadar bu ish mushunday davom qilib turadi. Akşam kun chiqib ketgandan, ertagini kun chiqadigan vaqtgacha osmon melekleri, osmondagi ruhlar, shu yerda ilib berilayotgan har turli emrlarning hammasi meleklar orqali insoniyatning o'ziga oldiga tutiladi. Shu chog'da insoniyatning nima ehtiyoji bo'lgan bo'lsa, insoniyatga beriladi. Qarindoshlar, qadri kechisi degan nima? Qadri kechisi degan bir vaqt. Buni tushunish uchun qarindoshlar, qadr kechisini bu bilmaymiz. Falani yilning, falani kunning soat manchisida bo'ladi deb birlik emas. Nima uchun degan vaqtda bu qadr kechisini tepish hammadan uchun o'xshash bo'lmaydi. İnsan qachon qadrlansa, qachon shu qadr kechisiga loyiqlasa, shu chog'da tepishadi qadr kechisi. Qadr kechisi Allah tarafidan hazırlab qo'yilgan bir masalan tushirishga tayyor qilingan bir hujjat deylik. Masalan kompyuterda downloadable fayllar bo'ladi. Bir bes bilan tushir deb download qil desak ham kompyuterimizningki uygun bo'lgan bo'lsa, shu faylni tushiradigan salohiyati bo'lgan bo'lsa, shu kompyuterimiz tushiralaydi shuni. Ama o faylni tushirish uchun bu
bu failni tushirish uchun sizning kompyuteringizda Windows bo'lishi lozim yoki maturdagi app bo'lishi lozim yoki maturdagi saviyasi bo'lishi lozim degan shartlar bo'ladi o hujjatni. Agar sizning kompyuteringizda shu sharoit topilib qolsa, shu hujjatni download qila olasiz, tushira olasiz. Bunga o'xshagan Laylatul Qadr degan, Qadr kechasi degan. Bu bir ashuna download qilg'ili bo'lgan ilohiy bir hujjat desak, uni biz yuzimizga tushirishimiz uchun ayni uygun qadrli bo'lishimiz lozim. Chunki Allah bu kishida qadrli insonlarni tanlaydi. Qadrli bo'lishning o'lchami nima? Bu o'lchamga yetish uchun Allah bizni, Allah'ның Resulü bizni ta Ramazandan burun Şaban aylarida, hatta Recep aylardan taqdir qilinglar deydi Peygamber Aleyhisselam. Recepçiga vaqt sonda ibadet qiladi, manda ro'za tutadi, Şabanchiga vaqt unda sadaqa qiladi, bunda nafaq beradi, unda ro'za tutadi deb Recep Şabandan tat azliq qilishga boshlaydi-ku, Peygamber Aleyhisselam bizni undaydi. Nima uchun? Shu hujjatni biz shu o'zimizga tushiradigan holga ekilish uchun Peygamber Aleyhisselam shunda emgak beraylik bizga. Uyg'ot chiqtirishlik. Benda ümmetim hozir men Recep kelib qoldi, manda tayyorlik qiling. Men Recep tugadandir Şaban keldi, manda tayyorlik qiling. Mana men Ramazon keldi, Ramazonning 10i, birinchi 10i rahmat, o'tirisi mag'firat, oxirisi ozodlik deb Peygamber Aleyhisselam Allah'ın emri bilen bizni bu qadr kechasiga hazırlash uchun, bizni qadrli qilish uchun aşında emgak sarf qiladi. Nima uchun bizni Peygamber Aleyhisselam va Allah qadrli bo'lishimizni xohlaydi? Chunki biz qadrli bo'lmasak, biz saviyamizni yüksek holatda shu Allah'ın qadrli bandalarim deydigan saviyega yetkazmasak, Laylatul Qadrda elib kelgan hujjatni download qilolmaymiz. Ya'ni Laylatul Qadr bilan ulushamaymiz. Shu saviyaga yetganlar ulushidir. Bugun shu saviyaga yetsa, shu insonning Laylatul Qadr kechasi bugun. Agar u inson at yetsa, uning Laylatul Qadr kechasi ata. Shu inson qachon qadrli bo'lsa, Allohning o'lchamiga qachon to'shadigan bo'lsa, shu downloadable faylning o'lchamiga qachon to'shab ashni tushiraligidek bo'lgan vaqtda Laylatul Qadr bilan qadrli inson o'ttirisga do'lqin bog'i, do'lqindan ma hujjatga Laylatul Qadr hujjatiga mos keladigan degan vaqtda ikkisi bir-biriga connection qilib aloqa qo'yadi. Allah inna enzalnahu biz onu tushirdik, Laylatul Qadr kechasi dedi-ku. Shu chaqdan keyin tushishga boshlaydi insonning qalbiga. Allah inna enzalnahu biz onu tushirdik dedi-ku. Biz shu enzalnahu uni deb tarjima qilamiz. Ammo u bir zimir, bir almash. Uni hammadan shu Qur'on demekçi deb tarjima qiladi. Endi Allah va Qur'onni ochiq demaslikning sababi Qur'onning nurg'un ismlari bor. Qur'on degan aslar o'qishlik degan gap. Masalan, maktab bolalar maktab boradi, davlat tarafdan o'qishlik tuzib turadi. Mush bola mushuni o'qisa, yaramli odam bo'ladi deb davlat o'qishlik hozirlab beradi. Davlat tarafidan hozirlangan o'qishlikni Qur'on deyiladi. Uyg'urcha, Qur'onning uyg'urchasi shu o'qishlik kitob. Endi Allah bu Qur'onni bizga nozil qildi. Anadagi Qur'onga nurg'un ism qo'yib o'taylik. Nur deydi ba'zi yerda zikr deydi, ba'zi yerda tazkira deydi, tazkira ba'zi yerda ruh deydi, ba'zi yerda furqon deydi, ba'zi yerda burhan deydi. Shunga o'xshagan nurg'un ismlari bor. Hidoyat, hudan deyiladi. Rahmat deyiladi, bushra deyiladi, zikra deyiladi, nurg'un ismlari bor Qur'onning. Shu Qur'onning har bir ismining tarjima qilib kelgan vaqtda bizga intayin manfaatli, bizga foyda yetkazadigan bir kitob ekanlik ma'nosi chiqadi. Masalan, Hidoyat kitobi, Nur kitobi, Burhan kitobi, Furqon kitobi ashuni tarjima qilib kelsak, ash Qur'onning tarjimasining hammasi biz uchun Alloh tomonidan qo'yilgan ismlar.
Allah böyle dedi ki ey bendem aşım men muş bendilerimnin kalbige muş sulut deydiğin şu Kur'an bağı Kur'an'ın asaslık hedefi nazıldığı yeri insanların kalbi. Kur'an'ın esli turduğu yeri Levh-ül Mahfuz. Allah'ın kelamı. Levh-ül Mahfuz'un dünya semasıga büyütüşüdü. Dünya semasının Peygamber İslam'a 23 yılda büyütüşüdü. Yani 23 yıl jaryanıda hani Leyletul Kadir keçisi arkalık insanların kalbiye devamlı 360 gün düşüp durdu. Bu jaryanda kimnin kalbi şu Kadir keçisiga uygun Kadir kazangan bolsa, Kadir kıymet kazangan bolsa Kur'an nazil buludu. Şunun için Allah insanlarınki kadirlik buluşunu bek arzu kılıdı ve kadirlik insanlarını tallaydı. Şunun için ölçem koyup Leyletul Kadir deydiğen bir downloadable failini beşimiz var. Sen tutup koydu. Ey bendiler mana mavu Leyletul Kadir. Qasınla muşunun uygunlaşa alsanlar, muş şaraitga yetişe alsanlar, mana mavu fail senin kalbinge düşüdü. Kalbinge düşkenden keyin kadirlik ulap gitsizlar. Diyemez. Qarindoshlar o'ylanib boqaylik. Qur'on o'ylanib boqaylik. Qur'onning asosli maqsadi inson qalbida yo'q ya. İnson qalbiga kelmay boshqa yerga kelganini bir ko'rib boqaylik masalan. Qur'on qanday yerga tushsa, shuni qadrli qiladi. Masalan, Qur'on Mekkaga tushdi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki zamanda. Mekke qadrlik muqaddas shahar oldu. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye ketkendan keyin Medine'ye tushdi. Medine muqaddas shahar oldu. Ana Peygamber Aleyhisselam'a tunji vahiy Hira tog'iga tushganda, Hira tog'i hammamiz ziyorat qilgan ulug' makonlarning birisiga tushdi. Aylandi. Qarindoshlar, bu Qur'on Tur Sinaga tushdi Musa Aleyhisselam'a. Tur tog'ida muqaddas bo'lib ketdi. Zeytun tog'iga tushdi. Tin tog'lariga tushdi. Tin, zeytun deb hammasi va tini va zeytuni va tur sinina va hadal baladil amin. Şu Allah 4 makonni so'zlaydi. İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a tushgan yilninki yerlerini so'zlaydi Allah. Vahiy tushgan yerlarning hammasi ulug' bo'ldi. Yerlar ulug'lab ketdi. Tağlar, tağ, orası normal bir makan, şu makan ulug'lab ketdi. Çünkü Kur'an kadirli ko'g'achqa nega tegisi şu an kadirli qiladi. Mesela qaysi zamanda bo'lsa, mesela Ramazonda tushdi, Ramazon ulug'. Qadr kechisi tushdi, Qadr kechisi ulug' deymiz. Kur'an nega qaysi zamanda tushgan bo'lsa, zamanni ulug' qiladi. Mesela Kur'an Musa Aleyhisselam'a nazil oldu, peygamber kılıyordu. İbrahim Aleyhisselam'a tushdi peygamber, İsa Aleyhisselam'a tushdi peygamber, Musa Aleyhisselam'a tushdi peygamber. Kur'an nega tushsa, şu insanı peygamber kılıyor. Hem de hatta şunu yapamazsın, hem de bu Musa Aleyhisselam'a tushganidan Tevrat deymiz. Şu Kur'an'ın şularning tilidagi versiyonu. İsa Aleyhisselam tushganidan İncil deymiz. Şu Kur'an'ın şularning tilidagi versiyonu. Emeliyette, mahiyette hemmisi vahiy, hemmisi şu Kur'an. Ne geçisi şunu kadirli kılıdı, kim geçisi şunu kadirli kılıdı. Şu kadirli kılıdığın şu Kur'an'ı Allah biz kadir keçisinde düşürüp geldik hazırgıça. Kadir keçisinde düşürüp geldik. Şu kadir keçisini üzerine hazırlandı dedi. Şu kadir keçisini tepiş için biz kandak kılımız. Hazırlık kılımız. Ruzumuzu tutunuz. İftarlarımızı kılımız, halklarga iftar verimiz, nefak kılımız, sadak verimiz, zakat verimiz. Bir işini kılıp bir Allah'ın razı kılarsam, bir kadir kazansam, aş kadir keçisi böyle maskeler desem, aşına doğru gelip Allah'ın aşı düşürdüğün Kur'an'ı bana bir nazil olsun ama bir kadirlik buluvarsam deyip aşında emgek sarf kılımız karımlar. Çünkü emgek sarf kılmasak, biz kadirlik seviyeye çıkmasak, Allah tushadigan yerga tushib bo'ldik mesela. Allah mesela bütün meleklerini bizning oldimizga ivatdik. Ruhni ivatdik. Jibril Aleyhisselam boshchiligidagi bütün ruh nimaga kerak?
tirildirish uchun, ölgen insanlarni tirildirish uchun, ölgen kalplarni tirildirish uchun, ölgen milletlarni tirildirish uchun, ölgen devletlarni tirildirish uchun Allah bütün melekler bilen nimaga mas'ul bo'lgan bo'lsa, shu mas'ul bo'lgan firishtalarning har turliki shu qadr var. Demek mush dünya aldırgı keldik. Xitoy tajovuzchilari vatanimizni tatib olgandan keyin bizni dindan cheklab, bizni iymonsiz qo'ydi. Iymonimizni vayron qilib o'tdi. Bu kechada sendan iymon qilamiz, millat sifatida desak, Alloh bizga iymon berishga tayyor. Ey Alloh, Xitoy tajovuzchilari vatanimizni tatib olgandan keyin bizning milliy ruhimizni o'ltirib qo'ydi. Bizda musulmoncha ruh yo'q, mu'mincha ruh yo'q, Uyg'urcha ruh yo'q, milliy ruh yo'q. Bizga shu ruhlarni ber desak, naq shu ruhlarni bizga berilgan ketsa, shu qadri ketsa qarindoshlar. Yoki menda erkakcha ruh qolmadi desak, erkakcha ruh beradi. Mu'mincha ruh beradi, musulmoncha ruh beradi. Yoki bo'lmasa, ya Allohim, uzun zamandan beri ishg'oliyat ostida qolib qoldik. Bunda bulab qilishimiz o'zimizning qilqining tufaylidan bizga berilgan bir jazo ekanligini bilamiz. Shuning uchun biz gunohimizni qildik. Bizga davlatimizni qaytarib olishga nasib qil. Bizning taqdirimizni o'zgartib qo'y. Qulluq taqdirimizdan xo'jayinlik taqdiriga o'zgartib qo'y desak, Alloh bizning taqdirimizni mushkilida o'zgartirdi qarindoshlar. Va tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha'. Ey Alloh, sen xohlagan insonlarni aziz qila olasan, xohlaganni xor qila olasan. Va tarzuqu man tasha'u bi g'ayri hisob. Xohlagan insonlarga hisob kitobsiz sen rizq berasan. Shuning uchun bizga rizq nomidan nimamiz kim bo'lgan bo'lsa, shu kim yerlarimizni to'liqlab qo'y desak, shu qadri kesda Alloh kim yerlarimizni to'liqlab qo'ydi. Musulmon bo'lishimiz uchun nima kam bo'lsa, mu'min bo'lishimiz nima kam bo'lsa, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimiz uchun nima kam bo'lsa, azod yashashimiz uchun nima kam bo'lgan bo'lsa, mush qadri kesda Allohning tilida qarindoshlar. Allah'ın meleklerinin içinde şunun münasebetli melekler hem etrafımızda var. Biz dağıp boğuş falan diyemem kem Allah'ım. Ya ki ten selametliğim kem. Ruhi sağlamlığım kem. İradem kem. İrade sağlamlığım kem desek. Ya ki imanım kem. İmanım aciz desek. Bana niyada bana tulodaydığa yabada şu pirişle kilip aşı download kılıç teyya etrafımızda bizni izlep yürürlük ulu qarindoshlar. Ular aş melaul a'ladın Allah'ın emri bilan mush dunyogacha keldi. Bizning oldimizga keldi. Dunyoning ma'nosi qarindoshlar bilib olaylik. Arabcha kalima dunyo degan. Adna af'alu vaznistiki adnaning muannas sig'isi dunyo. Adna degan bizning qo'limizga eng adnasi munda uludilar. Adna degan gap. En tuen degan gap adna. Şu adnanın ayolcha formasi dünya. Yani en tuen şekildeki bir hayat degan gap. Endi buningdan tuen ya bo'lmaydi, ma dunyodan tuen ya bo'lmaydi. Şu melekler, tanazzalul malaikatu ve ruh, melekler, ruhlar mishagich kelgan bo'lsa, bunun ostiga tushmaydi. Biz hem de tüvellep ketken bolsak, espri sapilerini tüvellep ketken bolsak, şu yerden çıkıp, muş melekler kelgen meydana kelip birleşmesek, biz şu kadir keçisine, kadirliklerinin boğan yerigi yükselmesek özümüz, melekler bunun astığı düşmeydi. Aldığımızda keldi dünyagıcı, bunun tek düşmeydi. Şunun için melekler bizni izlep yürürlük. Allah her akşam dünya semasına kelip, ey bendem, ihtiyacınlı var mı? İhtiyacınlı olsa menden tilanlar ihtiyacınlı kamdayman. Rızık ihtiyacınlı olsa rızık tilanlar rızkını vermen.
selametlik ihtiyacın olsa ten selametlikni tilangla ten selametlikni esliga keltiraman deb nimaga muhtoj bo'lgan bo'lsak, shuni Allohdan tilishimizni talab qiladi. Cehennemden panoh tilaydigan bo'lsangiz tilanglar, cehennemden qutqizib qo'yay. Jannatga ehtiyojing bo'lsa, jannat tilanglar, jannatga beray deb Alloh bizga talab qo'yarliq. Har kuni dunyo osmoniga kelib bizga xitob qilarliq. Biz nima ish qilmaymiz? Chunki biz dunyodanmi tuvan yerga, asfali safiliga qarab, dunyo muhabbati bilan dünya helakchiligida Allohdan uzoqlashib ketgachga biz anglamaymiz. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Bu tipdagi insonlar uzoqdan nido qilinadi. Uzoqdan nido qilingachqa anglamaydi yani. Mushunda bo'lgandan keyin qarindoshlar, qadr kechisi mushunda ulug' bo'lgandan keyin biz endi Müslüman buluş sütümüz bilen, mümin buluş sütümüz bilen, hususan Şarkı Türkistan halkı için mezlum buluş sütümüz bilen, zulüm içinde ingrap yaşayatan biçare mezlum buluş sütümüz bilen, Allah'a o kadar ihtiyacımız batırlık, Allah'ın nimetlerine, Allah'ın rızkına, müstakillikimizga, hürlükimizge, insandaki yaşaydıgan insan hak ve hukuklarımızga o kadar ihtiyacımız batırlık karındaşlar. Ma ulug' kişilerini baka ötküzüp yitip kalsak, bek şekiladım bulup kalımız. Peygamber Aleyhisselam dedi, Ramazan kelip, günahı mağfiret olup, bulmay, günahları mağfiret olmay, ötep ketken insanların halığı var, dedi o. Allah bizge ulug' Ramazan'da kadri keçisini beşimizin tanlaşı arkalık bendelerim kadirlik bulanlar, ma seviyge kilanlar, ma seviyge kelsanlısını kubul kılıma, kadirlik bulanlar, kadirlik seviyesi kelsanlar, kadri keçisini sizden kubul kılıma, size kereklik boğan, kandak fail, kandak hüccet boğan bolsundan download kılışık teyir. Mana ma kadri keçisini, ma fail, mana ma hüccet, beşinlerde sangılap turudu. Aşılar üzerlerini şu seviyeye yetkizsen olan o download buludu, kadir keçisiyle, uçraşkan bulusuyla dileklerini kubul buludu deb Allah aşınçılar bizge yol veriyorlar karındaşlar. Bizni qutqizib olish uchun, bizni qadrli qilish uchun yaratgan Rabbimiz bizge yol veriyor. Biz bende buluş sütümüz bilen, muhtaç buluş sütümüz bilen Allah'a yalvarmışsak, nime degen yüzsüzlük, nime degen dötlük, haksızlık, ahmaklık kardeşler. Muş ulug' Ramazan'ın ahirki 10 günlerini ötep gite dep kaldı kardeşler. Bir haftalık vaktimiz kaldı. Nim buludu? Şarkı Türkistan'lık bir Müslüman buluş sütümüz bilen, muş bir haftini yüzümüzden günahlarımızı mağfiret kıldırışka, milletimizin günahlarını mağfiret kılışka, Allah'ın aldıda bir kadirlik insanlar bulup kelişimizga serp kılsakmış vakitlerimiz. Allah acep, Allah igem kubul kıpkası acep emes ya. Şunun içinmiş ahir küllerini baka ötküz etmeyle karındaşlar. Allah bunu 1000 yıldan yakşı dedi. 83 yıl ömür körümüz mü, kömeyimiz mi bilenmeyimiz. Kaçan ölümüz onu mu bilenmeyimiz. Muhçet elde, muhşunçılık, gayrançılıkta, sersançılıkta hiçbir yerde insandaki yaşayanmayı kalılıp gitip varmız. Meyli Müslüman devletlerde olsun, meyli yüzümüzden karındaşlarımızın devleti olsun, insan muamelesi görmeyi. Şimdi gitip varmız karındaşlar. Son yüzümüzden yaratkan Rabbimiz bizge yol verip, muş kadir keçisi de kadirlik buluvelinla diyen iken, kadirlik buluş kıtırışaylı kardeşler. Bu fırsatını koldan vermeydi. Şarkı Türkistan'ın müstakillığını kolga keltirimiz deydikenmiz, şu kolga keltirdiğen şu ruhni yükleydiğen, yüzümüzge yükleydiğen külle manımı şu. Yüzümüzünü özgertidiğen külle manımı şu. Tilep bakaylı. Allah bir baksın şu ruhni, anamda gün körep bakaylı. O kadar memnun bulunuz ki, ömrümüzün hazırlığı kadar boş ötep ketkenligini şu çağda eskilemiz kardeşler. Allah hemimizni şu Leylatul Kadr kesiga ulaştırın.
olsun, şu keçisiga salohiyat qazanğıdak qadrlik insonlardan qilaversin. Mush qadr kechalarida qilgan duolarimizni ijobat qilsin, qabul qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Bir-birimizga duo qilaylik qarindoshlar. Bir-birimizga duo qilaylik. Xususan dunyo va oxiratligimizni qozonish uchun Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltira olishimizga Allohning yordam berishini talab qilaylik. Jasorat talab qilaylik. Ruh talab qilaylik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin.